Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi. Uylanadiganlar, shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizni shikoyat qilmaydi onasidan xotin. Mana shu aka-ukalarim, shularda xafa qilmasang, men sendan roziman deydi, jizni shikoyat qilmaydi ulardan. O'zi siz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan, aka-ukalaringizdan. O'zingiz ochib qo'yasizda, katta qilib darchani. Ina shamol kelib chiqib ketaveradi. Zamonamizda ayollarni qarasangiz, unisini ham bilmaydi, ko'pchiligi bunisini ham bilmaydi. Allohni tanimaydi, faqat haqqini biladi. O'lchovlar ko'chadagilarniki, falonchi unday qildi, po'kachi bunday qildi, shuni qilib berasan. Mana uylanish arafasida turgan ukalar dindor bo'lsin, Allohni tanigan bo'lsin. Juda ham ilmli bo'lmasa ham mayli. Ko'p ham ko'chaga yugurmagan, 5 mahal namozini o'qigan, avratini yopgan, iffatini saqlagan, Robbisini tanigan ayol. Hayotda o'zini, vazifasini nima ekanligini tushungan ayol. Bunday ayolga ega bo'lgan erkak haqiqiy baxtli erkak.